shu yerdagi archalarga maza qilib boraman-da. Mana shuni ekkan odamlarga, qaragan odamlarga ham rahmat. Ajoyib. 93-yil ekilgan narog'larini. Siz ham qatnashganmisiz? 93-yil ekilgan. Qo'yib. Suv nasos stansiyasi ishlaganiga Ha, suv nasos stansiyasida ishlab, suv yetkazib berib turgansizlar. Keyin bizdan bir kun olib keldi. Ajoyib. Mana shu yerdan ekilgan shu arab bir Shularda ham 200 metr, 300 metr. otangizga rahmat. 93-yil ekildi. 1 metr, 1,5 metr edi. 93-yili 1 metr, 1,5 metr. Shuncha yilga shuncha Har doim videoga olaman demay esimdan chiqib qoladi. Bugun nasib qilgan ekan. Termiz otaga kelyapman, bir Olimjon degan do'stimiz qo'y atab qo'y so'yishgan ekan. Ular shu yerda o'tirishmoqchi ekan. Turg'unboy degan xizmatdoshim taklif qilyapti. Kelyapmiz mana. Ajoyib, ajoyib. Maza qilaman. Ismingiz kim? Zarif. Mana shunday mana yetib keldik Termiz otaga. Mana shunday daraxtlarni ekib sug'organ mana Zarif akam. Zarif aka omon bo'ling. Mana qahramonlarimizdan biri shunday yonginamda ekan. Oramizda shunday insonlar borki, ularning qahramonligini biz bilmaymiz. Yoki aytishmaydi, bildirishmaydi. Termiz ota ziyoratgohi. Do'stlar, men qaydaman, men hali ham Termizdaman, rost ekan. Kirish joyi